Bu o'sha qavmni ba'zi birlarini o'zining domlasini yomon ko'rishlik odati bo'ladi. O'shanga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Bir qavmni domlasi rasa zo'r ekan, yaxshi ahli ilm, taqvodor, shunaqa ekan u ba'zi qavmlariga yoqmas ekan. Bir kuni bir boshqa domla kelib qopti. Taqsir mana shu kitobdan o'qib bersinlar desa, domlalari o'qib berib yurgan kitobni teskarisini ushlab olibdi. Haligi domla. Teskarisini ushlab olib bay dermishlar. Ha, taqsir desa, ya bay deb teskarisini ushlab o'tiribdi. Keyin ha, biz ham eshitaylik nima gap desa, bu tirnoqni sarg'ayib qolishligi kessaydi kichkina ushlashdan bo'ladi ekan degan ekan. Desa, bag'dagi haligi qavmlar mana shu narsani biz domlalarimiz bilmaydi mana dermish. Ana shunaqangi bo'lmasligi kerak. Shu albatta har bir gulning isi boshqa degan kullu jadidin lazizun deb qo'yiladi. Har bir yangi narsa shirin tuyuladi insonga. Shuning uchun ba'zi bir domlalarimiz kelganda siz o'zingizni domlangizdan ko'ra yaxshiroq suhbat qilib berib qo'ysa, bu bilan o'zingizni domlangizdan sizni mehringiz sovimasin ekan. Chunki shu o'zingizni domlangiz necha yillardan buyog'iga shu yerdagi odamlarni, shu yerdagi masjidlarda mana shunday holatga kelishligiga sababchi bo'lganda, mana shu masjidlarimizni sal nariyoqdagi holatlarini bilamiz. Juda ham bir haroblik holatidan ish boshlangan. Mana alhamdulillah ko'rsa havas qiladigan chiroylik